Mani o'g'lim 7 yoshida Sulton Mahmud bir tomosha ko'rsatib borsin. Polvonni shaniga qarshi ish olib ketib olganda o'g'illari ham polvon bo'lsin. Qani, bosiga dot o'g'il ketdi. Barakalla. Shoshilmasdan ta'sir. Bejalashing. Rahmat. O'g'lim xafa bo'lmaysiz, sizga kelganda bugun qarshi aytib gap qopti, ertaga olib kelishsa mabora chalishar. Qarshi bor ekan-e. Men hayolimda tugadi deb o'ylabman. Chavandoz otini choptirgan qo'lidagi qamchisi bo'ladi. Bizga o'xshagan. Dorvoz polvon yigitlarning yuragiga o't beradigan bu albatta sizlarda choladigan qarshiylar. Agar shu qarshiyni cholmasalaring, bizning motorimiz ishlamasligi aniq. Rahmat. Polvon bobosidan o'rganganicha, otasidan o'rganganicha ikki dona bir tomosha ko'rsatadi. Ko'zimizga turgan toshlar bilan tomosha ko'rsatishga harakat qiladi. Men toshlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana bu oldida turgan kichkina toshlar 3 kilodan, o'rtadagi 5 kilo, undan keyingisi turishiga qaraganda kichkina hisoblanishi mumkin, lekin 10 kilo og'irlikka ega. Eng chekkadagi esa 8 kilo og'irlikka ega. Polvon yigit o'yinni bismillahsini toshlar bilan tanishib olsin. Padas o'yinlarda o'g'irlashtiramiz. Faqat sizlardan qarshi polvondan tomosha. Qani bostiga olmoq. Qani! Vamos, vai se divertir. Xoxa, ela vai dar um. Aquela xoxa emoção. Ele está chegando agora, olha. Vai. E a bola aquela. Olha na tua gente, olha, vai. E a bola aquela. Que forte. Vai. Tira ya. Es asina mahalla. Hadi görüşürüz. Gel. Tira ya. Lan sen nasıl bir asik olmaz ya. Hey, hadi. Yapma ya. Sultan Mahmud. Rahmat. Polvonni o'yinlaringizni og'irlashtiramiz. E'tibor bering. Tomosha ko'rsatgan sizlarda cholgan qarsalaringga har bitta toshni orqasidan aylantirib otsin. Ya'ni yablishga holatda. Agar mabodo tunukiga tushmay qolsa, ayblasam shu. Tomoshani boshida aytib o'tdim. Polvon endi o'sib kelayotgan polvonlardan biri. Aybi bo'lsa qarsiy bilan yopib ketsangiz bo'ldi. Polvonga quvvat bo'ladi. Tayyormisiz o'g'lim? Tunukiga otingga faqat sanjaragingiz kallasiga emas. Qarsiy bilan ko'ramiz. Qani ketib borsangiz, to'g'rilab oling o'zingiz. Qo'limda kuylasam, juftimda maqtabon o'ynasam, qo'mbilab qo'limda kuylasam, juftimda maqtabon o'ynasam. Boshlar. Ket boshing. Jang barakalla. Boshing. Ket. Hay, Anjarga, Buxoroga, Toshkentga, Samarqandga, voy, Turkiyaga tushdi. Jang barakalla. Hay! Qarsilar bilan barakalla. Qizlarning kipriga uraman. Qizlarning sochlariga uraman. Chiroyli barchinday bo'laman. Rahmat. Polvonda o'yinlari borgan sari og'irlashib boradi, e'tibor bering. Toshni tikka turib ko'tarsa bo'ladi, lekin o'tirib ko'tarish esa ozgina murakkab hisoblanadi. Polvon o'tirgan holatda ikkita toshni sizlarda cholgan qarshilarga yuqoriga 25 marotaba jim holatda bir tomosha ko'rsatsin. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan, albatta bepul qarshi bilan ko'rib olamiz. Qani ket oldiganda. Ha! Hayqiradi qorajon, alpomushning churasi, yelkasiga tuntash. Tayyormisiz? Polvonlar uchun oriyat o'yindan ham qattiq bo'ladi bular. Kelishdikmi? Bosing. Yapti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26. Ya? Xafa bo'lmaysizlar, qo'shni mahallaga bir borib keladilar. 11dagi 12 keladi, qanaqa 26? 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
darov. Ana endi bitta qarsak bo'lsa bo'ldi. Mana. Ya hashar ahli. Ahli yapare. Yaxshi, yapare. Rahmat, bolam bitta narsa aytaman, odamlar e'tibor qaratgani yo'q, men o'zim ko'rib qoldim. Faqat sizlar darrov qarab odamni xijolatga qo'ymanglar. Kelishdik-a? Qaysi tomondagini aytinglar, o'zlari yaxshi bilishadi. Mahmudjon davraga chiqib berilib o'ynayapti, bir onam qarsak chalmadi, qo'llari bir-biriga yetib kelmayapti. O'zlari yaxshi bilishdi hozir. Siz xuniyroq o'ynagin, bolam. Ko'z tegib qolmasin. Ko'z yomon. Kelishdikmi? Qarsak bo'lsa o'ynab qo'yaverasizmi? Qarshi bo'lsa o'ynayman.